2025 yil 30 iyun kuni soat 20. Da mening yurtim kanalida o'zbek seriali Qirmizi xonadon yoxud Qalbim o'g'risining kutilgan 100 qismi efirga chiqadi va bu voqea barcha muxlislar uchun haqiqiy sovg'a bo'lishini va'da qilmoqda. Ushbu serial o'zining sevgi, fitna va chuqur insoniy his-tuyg'ular o'rtasidagi nozik muvozanati bilan tomoshabinlar qalbini allaqachon zabt etgan edi va yubiley qismi, ehtimol, bundan mustasno bo'lmaydi. Qirmizi xonadon ilk epizodlardan boshlab o'zining samimiyligi va haqiqiyligi bilan quvontiradi. Ssenariy mualliflari har bir detal muhim bo'lgan syujetni mahorat bilan qurishadi, qahramonlar esa jonli va ko'p qirrali. Sevgi, fitna va murakkab tanlovlar bilan to'la hikoya hatto 100-qismda ham o'z dolzarbligini yo'qotmaydi. Diqqat markazida yangi sinovlar bilan yuzlashgan, lekin baxti uchun kurashishda davom etayotgan qahramonlar taqdiri. Ularning qarorlari hamdardlik uyg'otadi, dialoglar esa har bir jumlani iqtibos keltirish istagini uyg'otadi. 100 qism yanada yuqori stavkalarni va'da qiladi, yangi syujet burilishlari, kutilmagan oshkoralar va hissiy kulminatsiyalar. Bu serial o'zbek kinosining bir vaqtning o'zida samimiy va hayajonli bo'lishi mumkinligiga misol. Mening yurtimdagi translyatsiyani o'tkazib yubormang, bu his-tuyg'ular va kashfiyotlar bilan to'la kech bo'ladi.